مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا. Hicrat qilishlaridan oldin Berkingan tog'larida tog' bor, o'sha yerda Sabr g'ori bor. Sabr g'ori haqida gaplashamiz. Undan so'ng Arafat maydoniga boramiz. Ya'ni hajning eng birinchi arkonlaridan bittasi Arafat maydoni. Bu yerda Rahmat tog'i bor, ya'ni Jabalur Rahmat deyiladi. Rahmat tog'ini ko'ramiz. Buni haqida hozir suhbatlashamiz. Keyin Muzdalifa maydoniga boramiz. Muzdalifa maydonida ham tafsilotga gaplashganimizdan so'ng Mino vodiysiga o'tamiz. O'zi aslida Arafat, Mino, Muzdalifa hammasi bitta katta vodiy. Faqat bo'lingan. Birinchi Arafat, keyin Muzdalifa, keyin Mino vodiysi. Xo'p, ana bundan keyin esa Jabalun Nur. O'sha yerda Mino vodiysida Ibrohim alayhissalom bilasizlar, o'g'illari Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishlik uchun nima qilganlar? Imtihon qilinganlar. Mana shu Ibrohim alayhissalom o'g'illarini Ismoilni yotqizgan o'rinlari bor so'yishlik uchun. Tog' yonbag'rida bunday bir gumbaz qilib belgi qilib qo'ygan. Ana buni ko'rib o'tamiz. Va shaytonga tosh otadigan joy, ya'ni Jamarot haqida suhbatlashamiz. Va keyin esa Jabalun Nurga boramiz. Jabalun Nur, ya'ni Jabalun Nurda qaysi g'or bor? Hiro g'ori bor. Payg'ambarimiz alayhissalomga birinchi ilk Qur'oni Karim nozil bo'lgan g'or qaysi g'or edi? Hiro g'ori. Mana shu haqida gaplashamiz. So'ng esa Hadisha roziyallohu anha buni topgan qabriston bor. Maqbaratul Mualla deydi, Jannatul Mualla ikki xil. Mana shu yerda ham nima qilamiz? Ko'rib ziyorat qilib o'tamiz va oxiri Jin masjidi haqida ham gaplashamiz. Jin masjidi bu tarafida Shajara masjidi bor. Mana shular haqida bugun suhbatlashamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Sabr tog'i. Nima qilishar ekan? Tosh terib oladilar toshlarimiz. Xo'p. Bu yerda ayollar haqida hali gapirgan edim. O'sha yo'lda hozir bitta joy ko'ramiz. 7-asrda oxirlarida Harun Rashid degan xalifa kechganda Harun Rashid ham eshitgan. Bu kishini ayollari Zubayda onamiz. Nima uchun bizda ism qo'yiladi qizlarga Zubayda deb biz tushunmaymiz, to'g'rimi? Zubaydaning ma'nosi nima? Nima uchun Zubayda deb qo'yiladi deb hiç o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q. Bu chiroyli ism. Mushriklarni nimaga da'vat qildilar? Namoz farz bo'lmagan, ro'za farz bo'lmagan, ammo faqatgina nima uchun? La ilaha illalloh kalimasi uchun da'vat qilgan. 10 yil. Mana shu 10 yil mobaynida shunaqangi Payg'ambarimiz alayhissalomga qiyinchiliklar, azoblar, ularni tahqirlashlar juda ham kuchayib ketgan bilasiz. Ko'p sahobalar hijrat qilib qayerga ketganlar? Habashistonga hijrat qilganlar va Madina Munawvaraga ham qayerga qilganlar? Hijrat qilib ketganlar. Va sanoqli sahobalar Makka mukarramada qolgan. Mana shunda bir kun Payg'ambarimiz alayhissalomga Alloh taolodan bir nima bo'ladiki, buyruq bo'ladiki, Madina Munawvaraga nima qilishlik? Hijrat qilgani ko'chishlik buyurildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda arablarda bitta narsa borki, peshindan keyingi to asrgacha bo'lgan vaqt qaylula deyiladi. Qaylula degani ozgina uxlab oladigan payt. Kun isib ketadi-ku. Mana shunda salqin joyga kirib ozgina uxlab olishlik arablarda qaylula deyiladi. Ko'chada hech kim bo'lmaydi. Endi hozir bunaqangi zamonaviy binolar bo'lib ketganligi uchun ko'chada yurilibdi. Ana shu qaylula paytida Payg'ambarimiz alayhisalom to'g'ri qayerga boradilar? Abu Bakr roziyallohu anhu uylariga boradilar. Va aytadilarki, bugun butun tafsilotlarni tushuntiradilar Madinaga ketishlik haqida. Va Abdulloh ibn Urayqit degan bir mushrik odamni yo'lboshchi bo'ladi. Ya'ni hozirgi singari yo'lboshchilar bo'ladi, bilasizmi? Kemalarda bo'ladi, boshqalarda bo'lardi. Mana shu Madinaga olib boradigan yo'lboshlovchi bilan nima qilishadi? Qanchadir pul evaziga uni gaplash. Va 3 kundan keyin Sabr tog'ida, Sabr g'orida ko'rishlikka va'dalashib, ko'zlari nima qiladilar? Sabr tog'iga qarab yuradilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bilan kim? Abu Bakr roziyallohu anhu. Endi bu nima uchun o'sha paytda ko'chish buyurilgan? Payg'ambarimiz alayhissalomni o'ldirishlik uchun 10 ta zodagon, ya'ni hoshimiylardan 9 kishi
Quraysh qabilasidan Abu Lahab bitta. Payg'ambar alayhisolamga nimaga juda qattiq ozor bergan. O'zi amakisi emas. Mana shular to'planib bugun Muhammadni nima qilamiz? O'ldiramiz. Endi misol uchun bu paytlarda shunaqa bo'lganki, bitta hozir ham bor, mana shu urflar hozir ham bor. Masalan, bitta qabila ikkinchi qabilaga urush qiladigan bo'lsa, bitta ozor etsa, tezda nima bo'ladi? Urush bo'lib ketadi. Ular nima qilishadi? 10 ta qabiladan 10 ta baquvvat yigitni nima bilan tanlashadi. Nima uchun? Hammalarimiz nima deydi? Birdaniga qilishuramiz Muhammad dedi. Bu deydi ozonda deydi ibodatga chiqadi. Mana shu paytda o'tiramiz. Deyishadida maslahallashib kelishadi. Kelimda eshik tirqishidan qarasa Payg'ambarimiz alayhisalom nima o'ranib yotgan bo'ladi. Ungacha Payg'ambarimiz alayhisalom hazratlariga Ali roziyallohu anhuga, "Ey Ali, siz meni o'rnimda yotasiz. Sizga hech qanaqangi ziyon bo'lmaydi." Va o'zlari shunday o'rinlardan turadilarda, bir siqim tuproqni oladilar va qaysi oyatni o'qiydilar? Yosin surasidagi Astagfirullah va ja'alna min bayna aydihim sadda va min xalfihim sadda fa abshaynahum fa hum la yusirun. Deydilarda o'sha qurbonni boshlaridan cho'chadilar. Va ja'alna min bayna aydihim sadda va min xalfihim fa abshaynahum fa hum la yusirun oyati biz deydi Alloh taolo dediki bularning o'rtasini va ja'alna min bayna aydihim sadda degani ko'rinmas parda qilib qo'ydik. Va min xalfi ular orqalaridan ham jo'natib qo'ydik. Fahumla yubsirun va qolankilar nima qilmanglar? Ko'rmaydi. Payg'ambarimiz to'g'ri Abu Bakr roziyallohu anhu ketadi. Ular anchagacha o'tirishadi. 10 tasi. Keyin bir mushrik keladida nima qilib o'tiribsizlar? Ey Muhammadni poylayapti, siz o'ldiramiz. Siz sho'ring qurgunlar, mencha betlaringda turpoq yog'ilib ketgan. Muhammad ketganiga ancha bo'ldi deganda kirib qarasizlar Ali roziyallohu anhu. Hattoki Ali roziyallohu anhuni bitta mushrik bir tarsaki ham uradi. Achchiq. Va Payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga Abu Bakr roziyallohu anhu ana shu nimaga keladilar? Savr tog'idagi g'orga. Bu g'orlik o'zi ahvoli ham yo'q aslida. Bir kichkinagina 2 kishi 3 kishi sig'adigan bir tirqish joy. Mana shu yerda berkinadi. Berkinganda kelganlarda nima deydi Abu Bakr? Ey Rasululloh, to'xtab turing. Men oldin bir kiraychi. Bu yerda o'sha hasharotlar bo'ladi, ilonlar bor, tog'larda hozir ham shunday ilonlari bo'ladi, chayollari bor. Mana tog'da odamlar siz ko'p bilasizlar, tog'da nimalar borligini. Mana shu Abu Bakr roziyallohu anhu g'orga kiradilarda, o'sha etaklarini, ya'ni kiyimlaridan yirtib, nomiki tirqishlar borki, berkitib chiqar ekanlar. Berkitib Rasulullohni chaqiradi. Kelin Rasululloh kiradilar va charchaganlaridan Abu Bakr roziyallohu anhuni oyoqlariga boshlarini qo'yib uxlab qoladilar. Mana shunda bir tirqishdan nimadir ko'ringanda Abu Bakr roziyallohu anhu tovonlari bilan to'sar ekanlar. Arafat maydonining ichida bo'lsa, oldi tarafi Aran vodiysi deydi. Ya'ni Muzdalifaga o'tib. Qarangki, mana shu yerda Payg'ambarimiz alayhisalom oxirgi hajlari bo'lgan, Hajjatul Vado qasib qolasiz. Mana shu yerda nima qilganlar? Xutba o'qib berganlar. Qanaqa xutba o'qiganlar? Mana shu yerda bir oyat ham nozil bo'lgan. Oyat qaysi oyat? Astagfirullah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam din. Alloh taolo dediki, sizlarga dinlaringizni komil qilib berdim, ne'matini komil qilib berdim va sizlarga qiyomatga qadar islom dinini nima qildim? Tanlab berdim. Mana shu oyat nozil bo'ldi. Va Payg'ambarimiz alayhisalom oxirgi nimalarni o'qiganlar yerda xutbalarni o'qiganlar. Hozir shu sabrni tog'ini ko'rib o'tamiz. Undan keyin suhbat davom etadi. Sabrga ham o'zi praktikada istavatlarga nima deyiladi? Texnika bilan hozirgi chiqadigan joylarni qilyapti. Birikida bitib qolsa keyin سلام گفتم دیشب
Mazbuh. Mazbuh değil mi? Mazbuh. مسبوق مذبوح سبع اسماعيل هاي اسماعيل ولا ايوه انا حركت شويه tandirga o'xshab gumbazcha turibdi-ku ana shu Ismoil alayhissalomni yotqizilgan o'rinlari. Ana tepada turibdi-ku. Ana shu yerga yotqizganlar so'yishlik uchun. Mana binolar endi bu o'sha hojilarni xizmat ko'rsatadigan o'sha nimalarda davlat odamlarining joyi. Bu yerda u orada u masjid bor, o'sha chapda. Hayf degan masjid bor. Mana haqiqiy jamoatga yetib keldik. Ko'rdim, faqat zina bular, faqat o'sha nimalarni mana faqat zinalar bular. Zinadan chiqadi, bu ko'priklardan borib bemalol o'sha haj amallarini bajarib qaytasiz. Ana jamoat. Mana va chap tarafimizga o'rni turgan oq naviyatli joylarda o'sha shaytonga qo'shilgan joylar. To'g'rimi? Mana to'g'rimizdagi ana naligisi, naligilar. Tuvalet içine al. Endi Jabal Nurga boramiz. Jabal Nur shunday joylarda yuribmizki, Alloh taolo hammalarini nasib etgan ekan, bunga shukronalar aytishimiz kerak. Hamma ham kela olmayapti. Puli bor ham kelarga yo'q, puli yo'q ham nasib. Alloh taolo nasib qilmasa, Ibrohim alayhissalom baytni qurganlaridan keyin Alloh taolo aytganki, azzin deganiga chaqir endi bandalarimni chaqirgan tavof qilish uchun. Allohning uyini poklash deganda qanday chaqiraman? Chaqir. Mana shunda Ibrohim alayhissalom chaqirganda sizni ruhingiz labbayk Allohumma deb qo'ygan. Mana shu uchun nima? Mana shu yerda. Labbayda javob bergan. Shuning uchun shu yerdamiz. Bunga bu shukronalar keltirishimiz kerak bo'ladi. Benihoyat. Assalamu alaikum. My name is Yorashenu Darwodi Arafat. Ziyarat Wadi Arafat. Bo'ladigan joylar turibdi Parvardigor. Qanday oldin ham qadamlarimizni yetkazib o'zinga shukrlar bo'lsin. Barchalarimiz duolarimizni qabul qilgin. O'tganlarimizni rahmatingga, mag'firatingga olgin. Mana shu xatmi kabir qilgan ukalarimizdan, opalarimizdan hammalar rozi bo'ling Parvardigor. Mana istiqbollar, salovatlar bor. Hamma duolarni Allohning o'zi ijobat aylagin. Nima maqsadlari bo'lsa shunday bergin. Gunohlarni mag'firat qilgin Parvardigor. Baxtli kamollarni ochgin Allohim. Befarzand farzandlarimizga farzandi solih va solihalar zurriyat qilgin Parvardigor. Bemorlarimiz bor mahalla ko'ylarimizda, xonadonlarimizda hammalariga shifoi kulli ato etsin Parvardigor. Allohumma ighfirli wal walidayya wal qadiyya va jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa rafi'ad darajat wa munzilal barakat wa qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allohim xonadonlarimizga fayz va barakot bergin. Iymonda islomda Allohning baxtiga xonadonimizda yurgan farzandlarimiz, kelinlarimiz, qizlarimiz, nabiylar baxtga olib bergin. Hammalarini iymonda islomda barqaror qilgin. Hammalarini zurriyotlarini toki qiyomatgacha keladigan zurriyotlarning qadamlarini Parvardigor mana shu yerdan uzib qo'ymagin. Duolarimizni Allohning ijobat aylagin. Sizlar bizga olgandan duo qilgan, mana shu duo qilgan
o'tib ketgan hech ahramonlarni hamma rahmatingizga mag'firatingga olgin. Qilgan ibodatlarimizdan, umra ibodatlarimizdan, sabohlarimizdan ularni Allohning bahramad aylagin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Barchalarimiz kelishiga sabab bo'lgan farzandlarimiz bor, ota-onalarimiz bor. Hammalaridan rozi bo'lgan Parvardigor. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Xonadonlarimizga chiy xotirjamlik qilgan ishlarimizga, kasb kamolotlarimizga, dehqonchiligimizga Allohimiz o'zining barakoti g'oyib bergin Parvardigor. Mana hammasini o'zining ibodatining yo'lida, o'zining yo'lida sarflaydigan bandalaringdan qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar. الهی موقعیت جمعی ایمان را بخیر گردون ایمان را سلامت بده آمین باید فرمیاد آمین پروید و فربید آمین از دنیا صغیر و کبیر را پاک گردونه آمین از آفات و بلاها در پناهش نگه داره با جمعی کارهای دینی دنیایی برسونه آمین از گوهر ایمان ادا فرمید دین نفرماید آمین اما مقصین حیات و مقصد و مرگی باشیم با مقصد میرسیم آمین خودیه هم با درگاه قبول کرده آمین هم خلق بزرگستان همش خود سلامت آمین در پناه دیگه با چیزیت و مقصد دارم با مقصد های شده سن خدای مومین دار هم نکنجایی دارم درگاه حقاش بخواهی خرید کنید به حساب شکر پروردگار همه روز اقوام بلوسید به حساب شکر خوشنه جنت کند دیوانه خوشنه حرام کند آخرت خوشنه آباد کند بوده خوشنه خود بود کند حضرت کمارم ترکوی دورش بسار شد در کوی دادنش با دوات خیلی آمین بازم علی حمید کوی حج بلندش با خدا